Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videoda O'zbekiston Pro Ligasining birinchi tur natijalarini ko'rib chiqamiz. Shuningdek, yangilangan turnir jadvalini, chempionat to'purarlarini va keyingi tur o'yinlarini ko'ramiz. Marhamat, birga kuzataylik. Yangilangan jadvalni ko'rsatishdan oldin videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomalarni yoqing, shunda videolar joylangan zahoti sizga xabar boradi. Chempionatning to'purari Olimpik jamoasidan Javohir Muborakov 2 ta gol urgan. Sizni yaxshiroq tanish uchun bilmoqchimiz. Iltimos, izohlarda ushbu videoni qaysi shahardan tomosha qilayotganingizni va qaysi jamoaga muxlislik qilishingizni yozib qoldiring. Endi esa keyingi tur o'yinlariga nazar tashlaymiz. Kanalda boshqa ligalarning turnir jadvalini ko'rishni istaysizmi? Qaysi ligani bu yerda kuzatishni xohlaysiz? Obuna bo'lishni va boshqa ligalarning videolarini ko'rib chiqishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha